Asqar Hikmatov oilasida og'ir judolik. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, Dunyo Lifestyle kanalimizga xush kelibsiz. Bu yerda siz eng so'nggi shou biznes yangiliklarini, xabarlarini kuzatib borishingiz mumkin. Agarda kanalimizga yangi bo'lsangiz, albatta kanalimizga obuna bo'lishni, video ostida esa bir dona like tugmachasini bosib qo'yishni aslo unutmang. Aktyor Asqar Hikmatovning otalari vafot etdi. Janoza bugun peshin namozida ekan. Yaqinlariga hamdardlik bildiramiz. Aktyor Asqar Hikmatov 1987-yilning 19-dekabrda Toshkent shahrida tavallud topgan. U oilasida 3 o'g'ilning eng kattasi bo'ladi. U maktabda o'qib yurgan vaqtlarda aktyorlik bo'yicha to'garaklarga qatnashgan va bir necha bolalar ko'rsatuvlarda ishtirok etgan. Maktabni tamomlagach, u esa dastlab madaniyat kollejida, so'ng san'at oliygohida aktyorlik mahorati bo'yicha tahsil olgan. Asqar Hikmatov o'zini ilk rolini Tundan tonggacha nomli filmda ijro etgan. Asqar Hikmatov hozirgi kungacha 10 dan ortiq oshiq filmlarda, shuningdek bir nechta kliplarda ishtirok etib kelmoqda. Aktyorning shaxsiy hayoti haqida. Asqar Hikmatov 2015-yil Mahbubaxon ismli qizga uylangan. Hozirgi kunda ularning Muhammad Amin ismli bir o'g'illari bor. Tezkor va so'nggi shou biznes yangiliklarni, xabarlarni bizning Dunyo Lifestyle kanalimizda kuzatib borishingiz mumkin. Xayr, salomat bo'ling.